eng arzon oddiy kanalda, arzon narxda BYD Seal 6 gibrid avtomobili 2000 km zapas xod ko'rsatgan. Bilasizlar, o'ldi deganda 1500 yurishyapti. Olib haydaganlar 1500 yuryapmiz deyishyapti. 2025-yil 4000 yurgan xolos. Yangidek turgan mashina, ranglari ham bunaqa ochiq svetlarda, zamonaviy ranglarda. O'zini zavodskiy balonlarida, 5 ключевой доступлari, lyuklari, dvuzonli klimat kontrol, adaptivniy kruz kontrollari, mana asqishinglari ham juda ham ko'p ranglarda yonadi. Xo'p, skoroslari ham, o'lchaklari ham qo'lda bo'ladi, monitorlar, lyuk, plus chiroyli zo'r nakitkalargacha, bo'yinlarni ortmaga ketadigan nakitkalargacha tashab o'tdilar. Head-up displeylargacha bo'ladi, abduf abagirevlar bo'ladi. Бесправный zaryadchi, hamma narsa bor. Sedan kuzovli avtomobil. Bitta zapravka qilasizlar, davlat ishida ishlaydiganlar. Kuniga 40-50 yursiz, bir oyda bir marta zapravka qilasiz xolos. Kraskasi toza 4000 yurgan, hozirgi kunda 360 million so'm, hafta sonida 30 ming dollar atrofida bo'ladi. 4000 yurgan, yangidek turgan mashinani $25500 telefon qilib baraka qilsang bo'ladi.